ana bari'un mimman lam yuaddi haqqo walidayhi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ota onasini haqqini ado qilmagan boladan men bezorman deyaptilar. Menga kerak emas unaqa ummat deyaptilar. Yo Rasululloh, ota onani haqqini qana qilib ado qiladi? Ota onani haqqini, ota ona xizmatga buyursa, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā desa, ota onaga uff demasin deyapti. Chiroyli muomalada, eng go'zal muomalada, uslubda ota onaga gap gapiring. Ota onangizni ko'ngli ranjiydigan gap gapirmang deyapti. O'ldirishdan nariyoqqa qo'ying, so'kishdan nariyoqqa qo'ying, urishdan nariyoqqa qo'ying. Muomala munosabatda uff demang deyapti Alloh Qur'on. Yoshlar e'tibor beraylik. Otasi bor odam, onasi bor odam, baxtli odam duogo'yi turibdi, unga har kuni jannatda ikkita eshigi ochiq turibdi. Qani otasi? Ota-onani qadrini otasi o'lgan, onasi o'lgandan so'rang, sizga tushuntirib beradi. Umra safariga borib keldim men. Alhamdulillah. Menman borgan bir odam shu safarda o'tirib tarbiya haqida gapiryapman, mavzuga doir bo'lganligi uchun. Ona bilan ota ajrashganda bola umraga ketyapti, otaga duo olmasdan ketyapti. Baytullohda o'tiribdi, menga dardini aytayapti. To'yga aytsam otam kelmadi. Indamasdan keldim, dovdi, men nima dedim? Unga nasihat qildim. U ota, oilaga aralashishlikka bolani haqqi yo'q. Onalik holatda onani hurmat qiling, otalik holatda otani hurmat qiling. Otangizga boshidan oyog'iga qadar sarpo oling, haqqiga duo qiling shu yerda dedi. Borib, dadajon, men umraga borib keldim, Allohning uyiga borib keldim. Bilmasdan sizdan duo olib ketishim kerak edi. Nimadir xizmatlar tufayli ola olmadim. Haqqimga duo qiling deb boring dedim. Agar meni nasihatimni qabul qilsangiz dedi. Kimlardir unga o'rgatganda, dadangning oldiga borma. Ketaver, to'yingga aytding kelmadi-yu deyapti. Muhtaram jamoat, ota agar na'udhu billah otaning suratini Alloh o'zgartirib qo'ygan bo'lsa, cho'chqa suratiga Xudo aylantirib qo'ygan bo'lsa, bolani haqqi cho'chqa baqar bo'lib xizmat qilish kerak. Xudo saqlasin, Xudo unaqa qilmasin hech kimni. Farazan shunday bo'lsa, bolani haqqi shunday xizmat qilish kerak. Muhtaram jamoat, bu haqida ta'lim, tarbiya, Qur'oni Karimda nasihati aksariyati shu o'zi.